Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va qayta hisob kitoblar hujjatsiz, ya'ni tasdiqlovchi dalilsiz avtomatik tarzda hisoblanmaydi. Bu gap har bir pensionerga, pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan fuqaroga, shuningdek, ota-onasining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlarga bevosita tegishli. Ko'pchilik mening stajim bor edi. Men og'ir sharoitda ishlaganman. Qaramog'imda nogiron farzandim bor. Men mukofot olganman. O'sha yillarda maoshim yuqori bo'lgan deb o'ylaydi. Lekin davlat organi buni faqat gap bilan emas, hujjat bilan ko'radi. Agar kerakli hujjat taqdim etilmasa, ko'p hollarda qo'shimcha haq, ustama yoki pensiyani oshirish uchun asos hisobga olinmay qoladi. Mana shu joyda odamlar yillar davomida kamroq pul olib yurishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning puliga, huquqiga va xotirjamligiga ta'sir qiladi. Men avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensiya va unga qo'shimcha to'lovlar kimdir aytdi. Mahallada bilishadi. Mehnat daftarchasida nimadir yozilgan edi degan asosda emas, rasmiy hujjatlar asosida belgilanadi. Ya'ni pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ sizning haqingizni hisoblashda tasdiqlangan ma'lumotlarga tayanadi. Oldin ko'p fuqarolar pensiyaga chiqayotganda asosan mehnat daftarchasini olib borishar edi. Mehnat daftarchasida qayerda ishlagani, qachondan qachongacha ishlagani yozilgan bo'lsa, odam hammasi joyida deb o'ylardi. Lekin amalda pensiya miqdoriga faqat ish joyining nomi emas, ish davri, ish haqi to'langan badallar, maxsus staj, imtiyozli sharoit, qaramoqdagi shaxslar, nogironlik holati, faxriy unvonlar, davlat mukofotlari, ayrim kasb va lavozimlar bo'yicha alohida tasdiqlovchi hujjatlar ham ta'sir qilishi mumkin. Hozir esa tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Ish staji, ish haqi, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar, tashkilot ma'lumotlari. Bu yaxshi albatta. Lekin muammo shundaki, eski yillardagi ma'lumotlarning hammasi ham elektron bazada yo'q. Masalan, 1990-yillar. 2000-yillarning boshidagi korxonalar yopilgan bo'lishi mumkin. Arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ba'zan mehnat daftarchasidagi yozuv bor, lekin ish haqi haqida ma'lumot yo'q. Ba'zan ish haqi bor, lekin maxsus sharoitda ishlaganini tasdiqlovchi buyruq yo'q. Ba'zan odamning qaramoqda farzandi bor, lekin buni tasdiqlovchi hujjatlar yangilanmagan. Mana shuning uchun bugungi ogohlantirish juda jiddiy. Agar sizda qo'shimcha haq hisoblanishi uchun asos bo'lsa, lekin hujjati bo'lmasa yoki hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, pul hisoblanmay qolishi mumkin. Keyin odam nega menga kam chiqdi deb yuradi. Sabab esa ko'pincha oddiy, hujjat yetishmagan. Birinchi navbatda pensiya miqdoridan norozi bo'lganlar tekshirish kerak. Agar siz men 35 yil ishlaganman, lekin pensiyam juda past. Mening qo'shnim kamroq ishlagan, lekin ko'proq oladi. Men zararli sexda ishlaganman, lekin bu hisobga olinmagan. Menga ustama chiqishi kerak edi, chiqmagan desangiz, demak hujjatlaringizni qayta ko'rib chiqish zarur. Ikkinchi toifa. Eski korxonalarda ishlagan fuqarolar, masalan sovxoz, kolxoz, zavod, fabrika, qurilish boshqarmasi, tuman ta'mirlash korxonasi, transportlar parki, paxta tozalash zavodi, kimyo, energetika, kon, metallurgiya, tibbiyot, ta'lim, madaniyat yoki harbiylashtirilgan xizmatlarda ishlaganlar. Bu joylarda ayrim davrlar maxsus stajga kirishi yoki pensiya hisobida muhim rol o'ynashi mumkin. Lekin aynan qaysi lavozimda, qaysi sexda, qaysi buyruq asosida ishlaganingiz tasdiqlanishi kerak. Uchinchi toifa, ish haqi yuqori bo'lgan yillarni pensiya hisobiga kiritmoqchi bo'lganlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 1998-2002 yillarda men yaxshi maosh olganman deydi. Lekin arxivdan maosh to'g'risida ma'lumotnoma olinmagan bo'lsa, bu davr pensiya hisobida to'liq aks etmasligi mumkin. Faqat men o'sha payt yaxshi topganman deyish yetmaydi. Ish haqi jadvali, buxgalteriya ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumotnomasi bo'lishi kerak. Keling, birinchi misolni ko'rib chiqamiz. Deylik, Salima opa 62 yoshda va u 28 yil ishlagan. Shundan 12 yili tuman kasalxonasida tungi navbatchilik bilan bog'liq bo'lgan lavozimda ishlagan. Pensiya tayinlanganda faqat umumiy staj ko'rgan, lekin ayrim ustama yoki maxsus sharoit bo'yicha hujjat kiritilmagan. Salima opa har oy
Masalan, taqdim ming yoki 120 ming so'm ko'proq olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin edi, lekin hujjat taqdim qilinmagani uchun hisobga olinmagan. 1 yilga hisoblasak, bu 1 million so'mdan oshadi. 5 yilga hisoblasak, bu ancha katta pul bo'ladi. Ikkinchi misol. Anvar aka 20 yil haydovchi bo'lib ishlagan. U oddiy yengil avtomobil haydovchisi emas, balki og'ir yuk mashinasida. Ayrim davrlarda xavfli yuk tashishda ishlaganini aytadi. Lekin mehnat daftarchasida faqat haydovchi deb yozilgan. Agar ishning turi, transport vositasi, buyruqlar, yo'l varaqalari, korxona ma'lumotnomalari yoki arxiv hujjatlari bilan tasdiqlanmasa, tizim uni oddiy haydovchi sifatida ko'rishi mumkin. Natijada imtiyozli davr yoki qo'shimcha hisob-kitob amalga oshmaydi. Uchinchi misol. Dilbar opa pensiyada. Qaramoqda nogironligi bo'lgan voyaga yetgan farzandi bor. U hamma biladi. Farzandi men bilan yashaydi deydi. Lekin qo'shimcha to'lov yoki ustama uchun qaramoqdagi shaxs maqomi, nogironlik hujjati, yashash manzili, daromad holati, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa yoki hujjat yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki hisoblanmasligi mumkin. 4-misol. Rustam aka mehnat faxriysi yoki davlat mukofoti bilan taqdirlanganini aytadi. Lekin pensiya hujjatlarida medal, orden, faxriy unvon yoki unga tegishli guvohnoma nusxasi yo'q. Agar qonunchilikda aynan shu mukofot bo'yicha ustama belgilangan bo'lsa ham, hujjat bo'lmasa, qo'shimcha haq avtomatik chiqmaydi. Chunki mutaxassis sizni shaxsan tanimaydi, u hujjatga qaraydi. Bu yerda yana bir muhim farq bor. Hamma pensioner ham xavotirga tushishi shart emas. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, ish staji, ish haqi, ustamalar, qaramoqdagi shaxslar bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lsa, sizda qo'shimcha asos yo'q bo'lsa, ortiqcha xavotir shart emas. Lekin baribir bir marta shaxsiy pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyaga eski davr hujjatlari bilan chiqqanlar. Ikkinchidan, korxonasi tugatilgan yoki nomi bir necha marta o'zgargan joyda ishlaganlar. Uchinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq bo'lganlar. Sana tushib qolgan muhr o'qilmaydi. Lavozim nomi chalkash, buyruq raqami yo'q. To'rtinchidan, mening pensiyam qayta hisoblanishi kerak deb hisoblaydiganlar. Beshinchidan, qaramoqdagi shaxslar nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, xizmat davri, harbiy xizmat, tug'ruq ta'tili yoki bolani parvarish qilish davrlari bilan bog'liq savollari borlar. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato, odam hujjatni yig'ib bermagan bo'lsa ham, keyin davlat o'zi topib olish kerak edi deb o'ylaydi. Bugungi kunda ko'p ma'lumotlar idoralararo almashinadi. Lekin bu barcha ma'lumot avtomatik topiladi degani emas. Ayniqsa eski arxivlar, tugatilgan korxonalar, xususiy tashkilotlarning eski buxgalteriya hujjatlari, xorijda ishlagan davrlar, norasmiy ishlagan vaqtlar, maxsus sharoitdagi ishlar bo'yicha fuqaroning o'zi ham harakat qilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi xato, mehnat daftarchasidagi har qanday yozuv yetarli deb o'ylash. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin hamma narsani isbotlab bermaydi. Masalan, operator usta, ishchi, muhandis, texnik kabi umumiy lavozimlar yozilgan bo'lsa, aynan zararli sharoit, tungi smena, yer osti ishi, yuqori xavfli hudud, maxsus ro'yxatdagi kasb ekanini isbotlash uchun qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi xato, hujjatdagi ism familiya farqiga e'tibor bermaslik. Masalan, pasportda Gulnora Karimova, mehnat daftarchasida Gulnora Karimova, diplomda G Karimova, nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin nikoh guvohnomasi kiritilmagan. Bunday holatda mutaxassis hujjat sizga tegishli ekanini aniqlash kerak. Agar bog'lovchi hujjat bo'lmasa, ayrim davrlar vaqtincha hisobga olinmay qolishi mumkin. 4-xato, arxiv ma'lumotnomasini noto'g'ri olish. Ko'pchilik arxivdan faqat falonchi falon yillarda ishlagan degan ma'lumotnoma oladi. Lekin pensiyani qayta hisoblash uchun ba'zida ish haqi oyma-oy ko'rsatilgan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Yoki maxsus staj uchun lavozim bo'lim, buyruq raqami, ish sharoiti, ish haftasi, to'liq stavkada ishlagan haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Oddiy arxiv ma'lumotnomasi yetarli bo'lmay qolishi mumkin. 5-xato, qo'shimcha haq albatta orqaga qaytarib beriladi deb o'ylash. Bu juda nozik masala. Har doim ham odam 10 yil avvaldan boshlab farq pulini oladi degani emas. Qayta hisoblash sanasi ariza berilgan kun, hujjat taqdim etilgan
sana va qonunchilikdagi tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hujjatni kechiktirmaslik kerak. Agar siz bugun ariza bersangiz, natija bir xil bo'lishi mumkin. 1 yil o'tkazib bersangiz, o'sha 1 yil ichidagi imkoniyat bo'y berilishi mumkin. 6-xato og'zaki maslahatga ishonib yozma murojaat qilmaslik. Kimdir o'ynada sizga chiqmaydi deb aytgan bo'lishi mumkin. Lekin agar sizda asos bor deb hisoblasangiz, yozma ariza bering. Yozma ariza bo'lsa, unga javob berilishi kerak. Javobda nima sababdan rad etilgani, qaysi hujjat yetishmagani, qanday tartibda qayta murojaat qilish mumkinligi ko'rsatiladi. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. Yana bir nozik jihat, ayrim to'lovlar doimiy emas, shartga bog'liq bo'ladi. Masalan, qaramoqdagi shaxsga bog'liq ustama shaxsning yoshi, nogironlik muddati, o'qish holati, daromadi yoki yashash holatiga qarab o'zgarishi mumkin. Agar farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, u tugaganda qayta tasdiqlash talab qilinadi. Agar pensionerning o'zi ishlay boshlasa yoki manzili o'zgarsa, ayrim ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'ladi. Yana bir istisno, ayrim holatlarda hujjatlar elektron tizimda mavjud bo'lsa, sizdan qog'oz hujjat so'ralmasligi mumkin. Salom, oxirgi yillardagi ish haqi, soliq to'lovlari, mehnat shartnomalari yoki ma'lum idoralar bazasidagi axborotlar elektron ko'rinishi mumkin. Lekin men baribir fuqarolarga tavsiya qilaman, o'zingizda nusxa saqlang. Chunki tizimda xato chiqishi, tashkilot ma'lumotni noto'g'ri kiritishi, ism familiya mos kelmasligi yoki davr ko'rinmasligi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz pensiyangizda qo'shimcha haq hisoblanmagan bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, birinchi qadam o'z pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda oddiy qilib yozing. Mening pensiyam tayinlanishda ish staji, ish haqi, ustama va qo'shimcha to'lovlar to'liq hisobga olingan olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Ikkinchi qadam, mavjud hujjatlaringizni bitta papkaga jamlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi. Diplomlar, harbiy bilet bo'lsa harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi guvohnoma, tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik ma'lumotnomalari, qaramoqdagi shaxslar bo'yicha hujjatlar, mukofot guvohnomalari, faxriy unvon hujjatlari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlardan ko'chirmalar, korxona ma'lumotnomalari. Hujjatning asli va nusxasini alohida saqlang. 3-qadam. Mehnat daftarchangizni diqqat bilan tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha kirgan sana, chiqqan sana, buyruq raqami, korxona muhrlari, lavozim nomi o'qiladimi yoki yo'qmi? Shuni ko'ring. Agar muhr o'qilmasa, sana tushib qolgan bo'lsa, lavozim noto'g'ri yozilgan bo'lsa, o'sha korxonaning huquqiy vorisi yoki arxidan tasdiqlovchi ma'lumot oling. 4-qadam, ish haqi bo'yicha eng foydali davrlarni aniqlang. Pensiya hisobida ish haqi ma'lumotlari muhim bo'lgan holatlar bor. Agar siz ayrim yillarda yuqori maosh olgan bo'lsangiz, lekin bu ma'lumot pensiya ishida yo'q bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arizangizda falon yillarda olgan ish haqim bo'yicha oyma-oy ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Faqat ish joyi tasdig'i emas, aynan ish haqi ko'rsatilgan hujjat kerakligini unutmang. 5-qadam. Agar maxsus sharoitda ishlagan bo'lsangiz, umumiy ma'lumot bilan cheklanib qolmang. Masalan, men zavodda ishlaganman yetmaydi. Qaysi sex, qaysi bo'lim, qaysi lavozim, to'liq ish kuni qanday sharoit, qaysi buyruq asosida, qaysi ro'yxatga kirishi mumkin. Bular aniqlanishi kerak. Korxona mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limiga yozma murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, huquqiy voris tashkilotini toping. 6-qadam. Qaramoqdagi shaxslar bo'yicha hujjatlarni yangilang. Agar sizning qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan farzand voyaga yetmagan bo'la, mehnatga layoqatsiz oila a'zosi yoki tegishli tartibda hisobga olinadigan shaxs bo'lsa, ularning hujjatlari to'liq bo'lishi kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, yashash joyi ma'lumoti, o'qish joyidan ma'lumotnoma, daromad yoki bandlik holatiga oid hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu holatni albatta mutaxassis bilan aniqlashtiring. 7-qadam. Hamma murojaatni yozma qiling va nusxasini saqlang.
ariza topshirsangiz qabul qilingan sanasi, ro'yxat raqami bo'lsin. Elektron murojaat qilsangiz tasdiqlovchi xabar saqlang. Agar rad javobi kelsa, uni tashlab yubormang. Rad javobida qaysi hujjat yetishmayotgani yoki qaysi asos bilan hisoblanmagani yoziladi. Keyingi harakatingiz aynan shu javobga qarab bo'ladi. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Lekin shikoyatni hissiyot bilan emas, hujjat bilan qiling. Menga kam berishyapti degan gapning o'zi yetmaydi. Falon davrda falon korxonada ishlaganman. Buni falon arxiv ma'lumotnomasi tasdiqlaydi. Lekin pensiya hisobida bu davr inobatga olinmagan deb aniq yozing. Shunda masala tezroq va aniqroq ko'riladi. 9-qadam. Hujjatlaringizni skaner qilib, elektron nusxasini ham saqlang. Telefoningizda, fleshkada yoki farzandingizning elektron pochtasida nusxa bo'lsin. Ko'p hollarda pensioner hujjatni yo'qotib qo'yadi. Keyin yana arxiv yurishga majbur bo'ladi. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, mukofot guvohnomasi, nogironlik hujjatlari va arxiv ma'lumotnomalari juda muhim. 10-qadam. Pensiyaga hali chiqmaganlar oldindan tayyorgarlik ko'rsin. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensiya yoshiga yetib, keyin hujjat izlash juda qiyin. Agar sizda pensiyaga 1-2 yil qolgan bo'lsa, hozirdan mehnat daftarchangizni, ish haqi ma'lumotlaringizni, eski ish joylaringizni, arxiv hujjatlarini tekshiring. Qaysi tashkilot tugatilgan, qaysi biri arxivga topshirilgan, qaysi biri huquqiy vorisga o'tgan, buni aniqlang. Yana bir real misol. Farhod aka pensiyaga chiqqanda 30 yil staj hisoblangan. Keyin u eski qurilish boshqarmasida yana turli ishlaganini esladi, lekin mehnat daftarchasidagi yozuvda muhr xira edi. Dastlab bu davr hisobga olinmagan. U arxivdan buyruq ko'chirmasi va ish haqi ma'lumotnomasini oldi. Shundan keyin pensiyasi qayta ko'rib chiqildi. Har oyda katta farq bo'lmasa ham, masalan 7.000 so'm atrofida oshsa, bu bir yilga 270 dan 1.200.000 so'mgacha degani. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajati sezilarli yordam. Yana bir misol. Zebo opa faxriy unvon olgan. Lekin pensiya tayinlanganda guvohnoma nusxasini bermagan. U bu davlat mukofotiga o'zlarida bor deb o'ylagan. Lekin pensiya ishida hujjat bo'lmagani sababli tegishli ustama hisoblanmagan. Keyin guvohnoma nusxasini topshirib, ariza berganidan so'ng masala qayta ko'rilgan. Bu yerda xulosa oddiy. Sizning huquqingiz bo'lishi mumkin, lekin huquqni ishga tushiradigan narsa hujjatdir. Hurmatli pensionerlar va ularning yaqinlari. Bugungi asosiy ogohlantirish shuki, qo'shimcha haq, ustama yoki pensiyani oshiradigan asoslar hujjatsiz hisoblanmay qolishi mumkin. Ish staji, ish haqi, maxsus sharoit, qaramoqdagi shaxs, nogironlik, mukofot, faxriy unvon, familiya o'zgarishi, arxiv ma'lumotlari, bularning hammasi rasmiy tasdiq talab qiladigan masalalar. Men sizga tavsiya qilaman. Buguni hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya ishingizda nimalar borligini aniqlang. Yetishmayotgan ma'lumotlarni arxivdan yoki tegishli tashkilotlardan oling. Barcha murojaatlarni yozma qiling. Bir marta tartibga solingan hujjat yillar davomida sizga foyda keltirishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmagan? Pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Qayerga murojaat qilgansiz? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va hujjatlar bo'yicha eng muhim masalalarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.